Opa, siz Sharifev kim edi sizni? Ha, men Niyozgulman Boterova. Men shu mart oyida oyog'im og'rib, grijam qo'zg'ab yurolmay qoldim. Davolandim, bu qildim, hech qanday foyda natija ololmadim. Hech ukol dorilar ham ta'sir qilmadi. Bansiyaga yotib chiqdim. Bansiyaga 2 marta yotib chiqdim, lecheniyalar oldim, foyda qilmadi. Bir 3 kurs lecheniya oldim. Hamma narsani olib ko'rdim, foyda qilmadi. Keyin shu sizni eshitdim kelinimizdan, vrachlari yaxshi bo'lgan ekan. Sizdan shunga olib keldi shu yerga. Yuring shaqa olib borayin deb. Endi sir bo'lmasa, nima kasalligingiz bo'lgan sizga grija bor edi? Protruziya deyishdi, grija uncha katta emas, 4 ta mayda grija, protruziya, lekin og'riq kuchli edi, o'tira olmas edim, yura olmas edim. Sizda og'riq bormi? Tizzamda ham bor edi. Juda kuchli og'riq, to'xtovsiz og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilmadi menga umuman. Zahar qanday ta'sir qildi sizga? Nojo'ya ta'sir bo'lmadimi? Nojo'ya ta'siri yo'q. Nojo'ya ta'sir sezmadim. Men allergiya ham bo'lmadim. Boshida lekin qo'zg'adi, og'riqlar bo'ldi. Siz bo'lmasa necha kurs lecheniya oldingiz вообще? Hammasi. 3 kurs lecheniya oldim. 3 kurs oldingiz. Bu 4-chisiga kelyapman hozir. Davlina, turli xil reaksiyalar, allergiya. Faqat sal davleniyam chiqdi. Boshqa ozgina chiqdi. Endi hozir normal hammasi joyida. Hozir hammasi normal. Demak, yurish cheklanish yo'q sizda, yurishda. Yo'q, yurishda cheklanish yo'q. Bemalol ishlarimni qilyapman, hech ish qilolmay qolgan edim. O'zi o'tirishga, hattoki o'tirib ovqat yeyishga yaramay qoldim. Bu doktor Kobrani kimdan eshitgansiz bu doktor Kobrachani? Ha, sizdan yaxshi bo'lganlardan eshitganman-da. Demak, Surxondaryo juda aktiv, bugun juda ko'p tashkilotlar davomlamoqda. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, oilaga o'rtacha 150-200 odam yig'ilib, mana shu qismlar quramiz. Endi demoqchimanki, ishimiz faoliyatida e'tibor qaratgan bo'lsangiz, 10 ta bemor bo'lsa, shundan kamida 8 tasi, 7 tasi kamida yaxshi bo'ladi. Endi bitta ikkitasi foyda qilmasligi mumkin yoki foyda. Men ham shu o'zim hamshiraligim uchun boshida ikkilanib 3 oy kelmay yurdim, ishonmay bu nima bo'ladi deb. Majbur bo'ldim, keldim, lekin foydasini ko'rdim. Oldin necha olgansiz, hech qaysi unga o'xshamagan, ha? Foyda berdi. Bu hozirgi qolgan ozgina oyoq og'rig'im bu oldindan bor oyoq og'rig'ida bor. Lekin bu endi qolib ketishdan xabaringiz bor, sababi buning uchun hali e'tibor qilganimiz yo'q. Yana boshlaymiz uni. Mayli, sog' bo'ling.